Tak. Mana bu radiator 3 ta kran qo'yilgan. Mana shu holatda hozir radiator yopiq turibdi. Отопление kelgan paytda mana bu ochiladi. Tegi ham ochiladi. O'rta peremechka yopib qo'yiladi. O'shanda suv bundoq keladi-da, bu yerdan aylanib bundoq chiqib ketadi. Endi qishda kunlar isib ketgan paytda ba'zida o'chirib qo'yish kerak bo'lib qolganda bu yerda bundoq ochib yuborasizlar, bu yerda yopib qo'yasizlar. Deb o'shanda qo'shnilarnikiga suv chiqib ketaveradi. Sizlarniki muzdek bo'lib turaveradi. Xuddi shunaqa bahor kelganda kunlar isib ketganda ham xuddi shunaqa qilib qo'yasizlar. Mana qilib turadi. O'shanda muzdek bo'lib turadi. Boshqalarniki isib ketgan paytda. Yana avariyniy holat agar bo'lib qolsa yoki uyda misol uchun anaqa ishlasa, qurilish qilgan paytda ham o'chirib qo'yib, buni amitdan yechib turib, olib turib ishlasa bo'ladi bu yerda. Orqasida misol uchun shpaklovka qiladi etagidagi. Keyin xullas shu отопленияni yoqmoqchi bo'lsanglar, bu yerda mana ochib yuborasizlar. Bu yerda yopib qo'yasizlar. Endi bu qaynoq bo'lib ketdi. Misol uchun iliqroq xohlayotgan bo'lsanglar, buni amitni ochib qo'yasizlar. Ochib qo'ysanglar, suvni bir qismi bu yerdan o'tib ketadi, bir qismi bundan o'tadi. O'shanda qaynoq emas, iliq bo'lib turadi, misol uchun. Agar qaynoqni xohlasanglar, mana buni yopib qo'yasizlar. Mana bunday qotib yopib qo'ysanglar, o'shanda polniy hamma suv bu yoqqa kirib turib va chiqib ketadi. Shu e'tiboringiz uchun rahmat.